Assalomu alaykum azizlar. Bugun bizda Euro USD parasi bo'yicha 3-analizimiz berildi Telegram kanalimizda. Va bizda Euro USD va Euro va Amerikan dollariga nisbatan selkamizni ochdik. Biz bu yerda ochilganimiz sababi M15 time frame'da bu yerda juda ham go'zal momentum hosil bo'lgan. Bu momentum juda ham kuchli deb o'ylayman va shu yerdan kirdik. Biz bundan bitta avvalgi candle'da olamiz va bizning chiqqan joyini qaranglar. Bu juda ham chiroyli. Matematika bizga birga bir yurib berdi. Birga bir bizning stopimiz bu yerda edi kanal bo'yicha va biz birga save qildik. Ya'ni biz bu xuddi shu joyda 30% stilkamizni yopdik. Va men sizlarga maslahat berishim bo'yicha, kanalga yozgan bo'yicha bezubitga qilib qo'yib qo'yiladi. Lekin men o'zim shaxsan stopimni shu joyga qo'yib qo'yaman. Chunki ko'p holatda birga bir yurgandan keyin bezubitkani urib ketish holatlari bo'ladi. Agar bu stopni ham ursa, u degani tepaga ketish ehtimoli juda baland. Shaxsiy experience'ga ko'ra menda shunaqa holat. Endi 1-3 1-2ga kelmadi, chunki 1-9 kelgan. Mana ko'rib turganingizdek. Mana qo'yaylik-da. Hisobimiz mana 1-88 ekan. Bu yerda yopmadik, chunki biz 1-2 ni kutdik va kelmadi. Kecha qoldi. Ozgina qolibdi. Va 1-3 bizning oxirgi take profitimiz. Ya'ni xuddi shu joy. Va stopimni xuddi shu joyga qo'yib qo'ydim. Hozir endi ularni kutamiz. Bizda ikkita analiz yurib berdi. Euro GPI 1-1 yurib berdi va NZD USD 1-2 kanalda yozilgani bo'yicha. Hozir Euro GPY ko'ramiz qayerda ekan. U entry zonamizga yana bir marta kelibdi. Agar bezubitga qo'yilganda urardi. Lekin men aytganimdek stopim qayerda turgan edi va urmadi. Hozir bizda ikkita ssenariy turibdi. Bu yerga chiqib mana shu joygacha ketish kerak yoki qaytib tushsa bir yo'li pastga ketilishi ehtimoli juda ham katta. Agar bu yerga chiqqandan keyin, ya'ni xuddi shu joyga chiqilgandan keyin bu yerda qanaqadir zona hosil bo'lgan. Tipa demazon, chunki mana yerda kichkina, bu yerda katta candle, momentum chiroyli. Ozgina sabab desa bo'ladi. Va biz bu yerda buza olmasa, biz bezubitkani mana shu joyga qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Ya'ni shu joyga, chunki bunisida buzsa 4-chisi ekan, 1-2-3 4-chi marta tushgandan keyin odatda buzib yuboradi. Shuning uchun buni yopib yuborsak bo'ladi. Agar bezubitkani urgan bo'lsa, uje 1-1 yuravergan. Bugun bu foydada chiqdi. Bugunga yetarlicha foyda qilgan deb umiddaman. Qilgansizlar deb umiddaman. Va bizda NZD USD parasidan analiz berildi. Hozir ko'ramiz. Va bizning bezubitkamizni urmabdi. Meniki teparoqda har doimgidek. Va kutamiz bu yerga 1-2 da save qilamiz 30%ni, yana bir 30%ni biz 1-3 da save qilamiz va 1-5. Kutamiz azizlar. Bugungi savdo yaxshi o'tdi. Vaqtingiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.